Xo'p. Yo'q, hammaga assalomu alaykum deb bo'lamiz. Sizlar bilan har doimgidek Fear Flex kanali. Qalisizlar, charchamasizlarmi? Suymisizlar? Nima gaplar? Bo'lyaptimi sekin-sekin? Hop, bugun bizda oddiy o'yin deyolmayman-u, вообще miyani ishlatish kerak bo'lgan o'yin. Bu o'yinda вообще ko'zni va miyani вообще ishlatish kerak. Bu o'yinni ko'pchilik biladi o'zi, bilib ulguraman bu o'yin. Eski o'yin. Mani kanalimda nimaligi uchun nima qilyapmiz? Cho'ta ana odam nima? Короче, boshlab yubordim, men cho'zib o'tirmadim. Katta menimcha. Aytdim-ku, shu odam katta edi. Bu o'yinda bilmaganlar bo'lsa, anomaliya bo'ladi, ya'ni nima desam bo'ladi. Buni har bittasiga tekshirib qarab chiqishimiz kerak. Uni akaga ham qarab chiqishimiz kerak o'zi asli. Hammasi joyida, cho'tki yuribdi. Konstitutsiyasini xiraligiga e'tibor bermaysizlar, o'zi nima ekan? To'g'rilanmadi nastroykasi uchun tushunurmanim. Shuncha borda o'ynaveramiz deb qo'yardim. 2 o'tdi, ya'ni hech qanaqa anomaliya yo'q, sodir bo'lmadi. Hop. No smoking turibdi, hamma narsa joyida. Shu aka birga bora. Yo'q, yaxshi. Telefoni bormidi qo'lida o'zi? Bor edi menimcha. Bu o'yinda ham bitirmagunimizcha o'ynaveramiz, masu. Ungacha vaqt cho'zilib ketib qoladi hozir. 3 ga o'tdi уже. 8 ta chiqish bo'ladi. 8 tasidan o'tsak, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bu o'yindan o'tib ketamiz biroman. Aka yaxshimi? Yo'taman uni basharasi yoqmayapti-da menga. Ketaverdik. Rasmni ko'rdiringmi? Ko'zi вообще oqayapti. Aytdim uni. Kichkina rasmcharni ham nima qilib qo'yibdi. U yerda kimdir turibdi. Kim o'zi? Nimalar orqaga aytaveramiz? 5, сразу 5 ga tushdi. Agar hozir сразу 0 ga tushib qolmasak bo'ldi. Shuna qarab endi borib bitta 7 ga borganlar ham ko'rdim. Nima bo'lib qolyapti? Сразу 0 ga tushib qolyapti. Oldin birinchi buni akaga qarash kerak. Hammasi yaxshimi undan keyin boshqalarga qarab olish kerak. Mana uni ko'zi qorayib turadi, xunuk bo'lib turadi, ko'rgan bo'lsanglar, hozir endi bir tuzuk. Hop, yaxshi. Buni ham yaxshi. Shunaqa anomaliya ko'rmadim menimcha. No smoking turibdi, hamma yog'i joyida. Ketaverdik biz. Menimcha 6 ga o'tdik. Katta xato qildik yana, 0 ga tushib qoldi yana. Hop. Shuncha o'tganimizda bir pul bo'ldi. Aka hammasi joyida, akam ukami, короче. Shuna anomaliya yo'q edi, nima qanday ekan? Nima tavakkal yurib ko'raylik-chi, agar shunday ham 0 bo'lsa, yaxshilab qarab ketamiz. Yo'q, 1. Agar xuddi o'shana turgan bo'lsa, hammasi joyida bo'ladi. Aka yaxshimi? Yaxshi. Hech qanaqa neto harakat qilmadi. Hop, hammasi yaxshi. Rasmlar ham joyida-yu. Uning o'rtasida farq bor edi, oraliq bor edi. Hammasi yaxshi. Aytdim-ku, 2 ga o'tdi, yaxshi. Hop.
No tan olishim kerak. Zerikarli o'yin bo'lsa ham, lekin boshqa xotiraygan o'yin. Miyi o'yin haqiqiy. Da mana aka bizga qarab kelyapti. Sekin ketaveramiz. Bilganlar bildi o'zi. Uni biratan bizga qarab turibdi. Nosimokin yaxshi. Akada nima gaplar? Akada chotki hammasi. Buni ko'zlar. Men ko'rdim, nimalar mana ikkita ko'zim qimirlaydi ekan. O'zi asli. Lekin men unaqa narsa topmadim. Yaxshi emas. O tepali narsaga qaradingmi kelib turishdi. Hammasi yaxshi-ku. Uni harflarim o'zgarib qolsa, вообще qiyin bo'lib ketsa kerak-ki. Uni nem ko'ray. Qatta yana xato qildik. Mana g'alatib qoldim hozir, qo'l sezdinglarmi sizlar ham? No yo'lli chiziqlar bormi? Короче, bir bo'ldimi hozir? Da, bir bo'ldi. Shu yo'lli chiziq g'alati edi. Yoki bormi u hali ham? Ha, yo'q edi-da, mana endi paydo bo'ldi. Nima yo'qib qoldi. Nosimokin joyda. Aka ham bir yaxshi kelyapti. Hech qanaqa o'zgarish ko'rmadim. Ko'zlar joyida. Mana ko'zam joyida. Obunachimiz maslahat berib beradi, shuni o'ynab ko'ring deb. Buni qiziqchi o'ynab ko'ramiz, mana o'ynab ko'ryapmiz o'zi. Da, 2 ga o'tdik. Hech qanaqa anomaliya sodir bo'lmadi. Mana shundan turib ham bilib olish mumkin, lekin qiyin bilib olish. Nosimokin turibdi. Короче, hamma narsa turibdi joyida. No yomon narsa yo'q. Chiroqlar o'ynadi, menimcha. 3 ga o'tdi, chiroqlamda yorug' bo'lib ketdi. Bilganlar bo'lsa. Uni ham ketaveramiz. To'g'ri o'tdi. Shuna oson anomaliyalar qo'yib qo'ysa, sraz 8 ga o'tib ketardi, yaxshi bo'lardi. Xo'p, bu yaxshi. Aka bizga qaramayaptimi? Shop. Brat bizga qaraganingizda zo'r bo'lardi, lekin 5 ga o'tib olardi, sraz sakra. No ko'zini qisib ketyapti, brat. Bu ko'zlar ham qimirlaydi. Yurganlarni qimirlaganga o'xshab ko'rinar ekan, g'alati. Mana-chi. Mana yo'lli chiziq. U yaxshi emas. Shunday ham o'tkazib olgan bo'lsak, yaxshilab tekshirish kerak. Chataq bo'ladi. Voy, uni ham yuray. Nimasi xato bo'ldi unda? Hech qaramay o'tib ketaylik, hech qanday nima bo'lardi. Sraz bir, qani. Ikki o'tib olsa, bir amallab. Sraz 2 mi? Yaxshi, sraz 2. Sraz 3 ga shoshilmay turamiz, chunki 3-sida o'zi anomaliya sekin boshlanayotgan bo'ladi. Hop. Yana chiroq o'ynayapti. 3 ga o'tdik, yaxshi. O'zi yo'lda oxirgi borchilar ham anomaliya sodir bo'lib turar ekan o'zi.
Birov nima bo'ldimi hozir? Ekran yorug' bo'lib ketdimi? Yo, menga shuni tuyuldim. Ha, yorug' bo'lib ketdi. To'g'ri bo'ldi. Yo'g'ib qoldi mana. Xato qildingmi deyman a? Buni yuraveringlar chani. E, e. Yana nolga tushib qolibmiz. Uni nima yuray. Da buni rasmlar bir xil. Orqaga qaytamiz sразу. Ha, aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'yishim eslardan chiqmasin. Hech bo'lmasa elita bo'laylik. Mana akaga qarayman deb nima bo'lib qolyapman-da, chalg'ib qolyapman. O'lla hammasi yaxshi o'tib ketdi, ko'zini qisib. Uni rasmlarga e'tibor berib qarashimiz kerak o'zi asl. Ekran chiroq yana yorug' bo'lib ketdim. Ikki yaxshi. Hop, nosimokin turibdi. Mana ham joyida, bunachi. Bu ham yaxshi, yo'l sarig'i yaxshi. Aka ham yaxshi. Ko'zlari joyida. Rasm qotib ketyaptimi? Qarang orqaga telichi. Rasm qotib ketyapti, g'alati bo'lib ketdi o'zimiz. Da aytdim-ku. Rasm kattalashdi. Ko'zim ko'rinyapti o'ylabman. Yana kattalashmasmikin? U yaxshi. Chirog'im yorug' bo'lib ketgani yo'lak. Mana shu yerdan qaragandim. Videoni orqaga o'tkazib ko'ringlar-da agar. Yaqinlashdi. Tamaki ketaveramiz. Manimcha hozir bitirolmasak kerak yana. Ha, shuni umid so'ndirib bitirolmaymiz 0 yana. Qatta yana bor ekan-a. Uni sraz yugurib ketamiz yana. Hech qanaqa qaramaymiz. Akaga ham qaramaymiz. Va, yana 0. Hop, yana turib ko'raylik chani. Bagmidi bu yo, yana anomaliya bo'ldim. Anomaliya bo'pti. Akam betiga bir narsa bo'ldi. Robotga aylanib qoldi menimcha. Ana endi bir bo'ldimi ekan? Endi bir bo'ldi. Shoshilmaymiz. Ko'zni qisib sekin. Har bitta rasmga alohida qarab chiqish kerakmi yoki? Chiroq yorug'lashyaptimi? Nima balo? Mayli qani. Mana bormidi? Uni nima yur. Orqaga qaytib ko'raylik chiqani. Tavakkal, orqaga qaytamiz sekin. Nima bo'lsa bo'ldi. Yo'lga tushsa ham afsuslamayman. Da uni nima yur. U tomonda ham bor ekanda deymi? Ha, aka kelmayapti. Ketish kerak orqaga. Qani aka yo'q-ku. Bagma bu.
yoki adashib qoldimmi? Endi bo'ldi. Hop. Okey, yaxshi. Hop. Aytgancha Bloodwash o'yinini davomini chiqishini olasizlar, xohlasa like bosib qo'ysaling, kommentariyaga go final qismi desanglar chiqaraman. Final qismi o'zi ozgina joy qoldi. Ya'ni ikkita joydan o'tsak bo'ldi o'yinda ham. Men uni endi yana nolmi? O'zi mishkam bo'lsa tez yugurar ekan, shift bosib o'tiribman. Nima xato bitta mana. Ular qiyshiq. Aytdim-ku, qiyshiq edi. Chiroqda ham gap bor ekanda demak. Mana kod topmamadimmi? Men ko'zimga shuna ko'rinyapti, mana. Lekin yozuvlari bir xil turibdi. Hammasi joyida. Ko'zim qimlagan yo'q, mana pastdagi yozuvlarga ham qarash kerak. Uni ham orqaga ketish kerak. Chiroq o'chib qoldi. Uni nima yuray. Cho'chib bordi-yu odamni. Masalan, oldin aytgan bo'lsam kerak, men вообще kunduzi bilan o'ynashga vaqtim bo'lmaydi. Ya'ni dash o'yin zotini o'ynashga vaqtim bo'lmaydi. Telefonda ham bugun kechasi 12 da chiqularim. Hozir ham yarim kechasi o'ynayapman. Menimcha saharlikka ham 3 ga o'tibmiz o'zi. Saharlikka ham yarim soat qolibdi. Tezroq o'ynab olsa yaxshi bo'lardi. Bu turibroq o'yin nima, kompyuter o'yin o'ynash g'alati emasmi deganlar bo'ladi-yu, to'g'ri g'alati, o'zimga ham yoqmaydi. Joninglar 12 dan beri uxlagam yo'q. Uyqu yo'q onasini ham. Hop, darrov to'yga keldik. Shuna gaplashib 8 ga borib olsangiz zo'r bo'lardi. 4 dan keyin 5 dan keyin sal o'ylantirib qo'yapti-da odamni. Qiyin anomaliya beryapti o'ta. Chiroqlaringa o'zgardim. Hozir orqaga qaytganimda nolib bosam ular. Tavakkal borib ko'raveraman. Nimaga qaramadiku? Yo'q, hammasi yaxshi. Uni ham orqaga qaytish kerak edi. Aldandim. Shaytonda ayblayman desangiz, shayton ham yo'q-da hozir. Ramazon oyida. Odam o'zida ham ayb bo'lar ekanda. Voy, yana nolmi? Aytcha qaramasdan ketaveraylik chani. Yugurgandan qaltirab ketar ekan. Hop, bo'ldi. Mana shu yerda endi sekin o'ynaymiz. Ko'zni qisib, ag'baga qarab, rasmda qotib ketmayaptimi, yo'qmi? Men shoshilib qo'yapman-da, men o'zim ham bilyapman shoshilganimni. Даже mana shu nima, umuman aynaqa qo'rqitadigan joyi bo'lmasa ham, kechasi g'alati bo'ladi, o'ynasalar to'g'risi. Kechasi horror o'ynab ko'rganlar biladi. Bu hammasi yaxshi-yu, mana. Hozir 0 bo'lsa, yo'q, yaxshi. 2.
Hop, aka yaxshimi? Ichib chekib olmaganmiz chiqib. Ba'zi telefonda ham gaplashib ketadi bu. Kuladi ham bu. Irshib ketadi. Tishini irshaytirib ko'rsatib ketadi. Bu jimjit. Ona yur. Yetish kerak bitta, tezroq. Bu akani oldiga yetib olsa yaxshi bo'ladi. Da 3. Eshik ochilib yopildi hali eshik bittasi. Hop. Bular o'zgarmasa kerak-a. Ay, o'zgaramami yo'q. Qoyil qolaman. Qattiq o'yinlarda aytasizlar, komediyami. Gap yo'q lekin. Miyamga sig'dira olmayapman buni o'ylab to'g'risi. Yo'q, nima kerak? Вообще nima ekani bu? Buni ham qismlarga bo'lib o'ynaymiz keling hozir. Bunga обязательно 1,5 soat, 1 soat o'tirib o'ynaydigan o'yin ekanda bu. Hozir buni davno 1,5 soatda o'ynab bitira olmaymiz buni. Endi no kayfiyat uchun o'ynab qo'yamiz-da. Kanal rivoj uchun. Men buni o'yinlarga uncha nima emasman. To'g'ri. Outlast boshqa anaqa nimali o'yinlar o'ynayveraman. Ularni ham почти yarim kechasi o'ynayman. Yarim kechasi o'ynayotganimning sababi bor, chunki boshqa voy onangga asab buzilyapti bor, shu nolni ko'rsam. Sababi ro'za oyida, chunki saharlikda почти hamma turadi. Ro'za deganlari. Bir saharligi yaqin turib, bitta video olib nima qilamizda-ki? Og'izni yopib, yana yotib uxlaymiz. Endi bir bo'ldi. To'g'risi uxlaymiz deb katta gapirib bordim. Uyqu kelmaydi keyin. Hali to'q qoringa yotib ham bo'lmaydi-da. Hammasi yaxshi-yu. Rasmlar kattalashmagan yo'q. Qani 2 bo'ldimi? Ona ham yur. Hop. Oxirgi marta yurib ko'raylik-da. Hozir videoni sirasi tugatib qo'yishim g'alati bo'ladi. Bo'p, 2 marta o'ynaylik yana. Birinchisini yaxshilab tekshiramiz, bunday hamma yoqda tekshirib, joyiga qo'yib. Mana hamma yoq joyida, bunday sekin qarab, hamma yoq chotki bo'lgandan keyin sirasi baqa borib, qaraganimizda yana 0 bo'lsa, ayo yaxshi bir ekan. Anomaliya yo'q. Xuddi shuna yo'qligida ham qaraganimizda 0 ga tushib qolyapti-da. O'yin ataylam qolarmi ekan? Nima deysizlar? Rasmlar ham qimillagan-yu, bunday qimillaydi buncha katta gapirganlarni ham ishto deydi. Yo'q, onangni ham yo'q. Tavakkal yuraylik, hech qayerga qaramay bo'ldi. O'zi chiqib qoladi. Onangni ham yur mana. Ko'ryapsizlarmi uni? Yur kulib qarab turibdi. So'kin borardim mayli. Endi tirchayib qarab turibdi, onangni ham yur. Onangni balasi. Hozir chala-chulpa qalab nima qilib olsa hozir. Yana enasini ko'radi hozir. Yo, yaxshi 2 bo'ldi.
No, hammasi yaxshi. Menga hech bo'lgan narsa bilinmadi. Hech qanday narsa bilinmadi, lekin to'g'risi ishoninglar hali. Nimada qana tushuntirib bersam ekan. Yarim kechasi mana bo'pti. Yarim kecha shuni asab ketadigan o'yin o'ynaganmizlar hecham. Itdek qiynalib harakat qilasizlar, lekin yana nolga bo'ladi. Ayo yaxshi bir. Jindi yuraylik yana agar mana shuni o'tsa, agar mana shu 2 bo'lsa davom ettirib ketamiz. Agar 0 ga tushsa, shunda to'xtatamiz. Mana aytdim, ular oqyapti. Balchig'imi, qonmi, men balo. 2 bo'ldi. Yaxshilab e'tibor ham beramiz-da agar. Bu rasmlarga qaraguncha vaqt o'tib ketyapti to'g'risi. O yaxshi 3 anomaliya topilmadi. Chotki bag'i davay. Hech bo'lmasa 5 ga borib qo'yaylik. O'zi 5 ga boruvdi boshida. Keyin bitta yiqildi chatoq bo'ldi. Yiqilmadi, adashib ketdinglar. Tan olaman, o'zim rasmlarga atalab qaramayapman. Chunki vaqt vobshe olargan miyam nima qilib ketyapti to'g'risi. Kech bo'lganda bilan o'yin qaysi odam yoqadi, gapiringlar, tan olisham erkin ichida. Hozir yana borsa, yana 0 bo'lsa. Bo'ldi. Vobshe nima ekan bu o'yin? Короче, shunday bosmasak ham bo'laverardi, men bosib qo'yardim. No, muhimi o'yinni bitirish emas, sizlar bilan yaxshi kayfiyatda chiqishish, ya'ni kanalda rivoji uchun ham o'ynash kerak edi bu o'yin. Kanalda har kuni bitta video chiqib tursa ham, qanda o'sha nima bo'lib turadi. Kam prosmotr bo'lsa ham nolimayman. Kuniga Xudoga shukr 10-15 ta prosmotr yapti. 0 ta prosmotr bo'lmayapti. Hech bo'lmasa shu 15 ta odam tomosha qilyapti meni. Endi bir haftada kim ham buncha rezultat yig'iladi. Tan olishim nima qilish kerak edi endi. Hozir to'xtatishga majbur bo'ldim chunki hech qancha vaqt qolmabdi. Hozir nima qilib og'izni yopish kerak. Keyin ertalab yana vaqtga turish kerak. Uxlamaymiz shu bilan. Bundan keyin video chiqartaman bo'ladi, lekin u payt nima bo'lmay qoladi. Ertalab turib endi ag'ini kim nima qilishini o'zi biladi. Men ham o'zim bilaman. O'zimcha ishlarim bor. Короче, video sizlarga yoqqan bo'lsa, men xursandman. Bitta like-chani ayamasizlar degan umiddaman. Eng muhimi obuna bo'lib qo'yish, sizlardan chiqmasin. Kanalda ko'rdim. 93%mi? Yo'q, 93% odam obuna bo'lmasdan tomosha qilyapti. Qolgan endi ozgina odam obuna bo'lib tomosha qilyapti, даже ular ham like bosmayapti. Shuning uchun Xudo xolasa shu mart oyi oxirigacha 500 ta niyat qilib qo'ydik, Xudo xolasa erishamiz. Endi bugun 12-martmi shunaqa. Shuni ham aytib qo'ydim chunki video bir kun o'tib keyin chiqadi, montaj deganlar bo'ladi. O'tirib olib chiqulash kerak. Kecha montajini tayyorlab, Xudo xolasa YouTube'ga qo'yaman. O'zingizlar baho berasizlar. Agar full mashina bitiring, 1 soat bo'lsa ham farqi yo'q, ko'raveramiz desanglar, bosib olaveramiz, davay. Agar yoqqan bo'lsa shu o'yin sizlarga. Agar yo'q, tinchgina boshqa o'yinlar o'ynaveramiz. Undan ko'ra Bloodwash'ning final qismini chiqaring yoki Kovni ham chiqaring desanglar, farqi yo'q, chiqaraveramiz, bosib olaveramiz. Hozir bir dona odam yozsa ham mayli, chiqaraveramiz. Sizlar uchun vaqt topiladi, cho'chimanglar. Bo'pti, gapim cho'zilib ketdi. Video yoqqanidan xursandman. Xudo xolasa keyingi video ham Bloodwash finali bo'ladi. Buni ham kutib olinglar. Mayli, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha
Xayr.